Yoshligida mana shunday qilib mazza qilib ucha olmagan akalarga bitta mana ko'rsatib qo'yapmiz qadrdonlar. Bosib yuboradigan xonasi keldi. Fasli bahor kelyapti qadrdonlar. Inshaalloh ishlab chiqaruvchi akalarning xonadoniga tashrif buyurganmiz. Birinchi qo'l joyiga. Hovlingizda o'rtasiga mana shunday ratanni qo'yib qo'yib, bolajonlarga mana shunday belanchakni qilib qo'yib, mazza qilib o'tiradigan davri kelyapti qadrdonlar. Kafe, restoran, to'yxona, muzqaymoqxonalarga olaman degan akalar uchun ratan stol-stullari, undan tashqari to'y marosimga, arendaga yoki kafe, restoranga bu ham mana xohlaganingizdan temir stol-stullarimiz bor. Materiallari qanaqa, mo'yishchimi, chidamlimi deganlarga razmeri, narxi, dastavkasi yoritib beramiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterimga yetib kelganmiz qadrdonlar. Ishlab chiqaruvchi akalardan, Kaminterimli akalarni bilasizlar, juda ham mashhur, birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi bo'ladi. O'zlari xonadonida oilaviy ishlab chiqaradi, arzon bo'ladi. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Bitta laykni bosib, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Boshladik. Xotiningizga achchiq qilib tashlab yuborsangiz ham sinmaydiganidan bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Inshaalloh bizda yurtimizda jamuna xotiniga buni achchiq yuboradiganlar yo'q bo'lsa kerak. Aka, qo'llaring dard ko'rmasin. Bahor fasliga inshaalloh tayyorgarlik. Sezoni boshlanyapti. Boshlanadi aka. Xo'p, aka bu nechtaligi hozir? 6 talik mokriy коричневый sveti. Aha. Oynalari kalyonli ekan-a? Ha, oynaklari kalyonli. Aha. Xona razmeri 90 ga 1.40. Aha. 90 ga kalyonli oynak bo'ladi. Oynasini rangini xohlagan rangda qilib beraverasizmi? Beraveramiz. Misol uchun hozir bu yodivimi shunaqa? Ha, yodivi. Aha. Qorasi bor. Aha. Qorasi bor. Mokrisi bor, oynalar ham. Har xili bor. Kim mana buni ham xohlagan svetidan bor, to'g'rimi? Hozir endi meta rasvetkalar bor. Rasvetkalarimiz bor. Endi hozir bu yerda ikkita svet, lekin aloqaga chiqishsa, yana rasvetkalarni tashlab qilib berilaveradi. Aka, bu materiallar misol uchun ko'pchilikdan savol tug'iladi. Quyosh, misol uchun bizda issiq iqlim, quyoshda rangi o'chib ketmaydimi? Qishda sovuq kunida tashqarida qolsa, qor, yomg'irda bir yorilib ketmaydimi deyshadi-da. 3 yildan 5 yilgacha garantiya beramiz aka. Oh, mashalloh. Karchirda bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Oftobda rangi o'zgarmaydi aka. Aha. Sovuqda sifatiga javob beramiz. Gap yo'q. Endi qadrdoni buni ichidagi profillar, ya'ni o'sha temirlari nechiga necha, kraskasi qanaqa, o'sha rangi o'chmaydigan, ko'chmaydigan. Kraskasi parashkovoy kraska bo'ladi. Oh, bu o'chmaydi, ko'chmaydi. Ha, eng haligi ikkinchi sort, uchinchi sort kraska ba'zi o'sha eng oliy navbatdan ishlatamiz. Xo'p, turbalari nechiga necha? Turbalari 20 lik turbadan bo'ladi. 08 dena. Aha, operator manada olsangiz yaxshi bo'ladi baqa. Aha. Narxi nech pul aka, qisqasi 6 taligi? 6 taligini 2,5 million so'm beryapmiz. Butun O'zbekiston bo'yicha bepul dastavkamiz bor. Endi nech komplekt olganga aka, buni ham ayting. Bir komplekt olganga ham yetkazib beramiz. Bir komplekt. Mana shuni olganga ham O'zbekiston bo'ylab dastavka. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Qancha dedingiz? 2,5 million so'mga. 2 million 500 ming so'mga. Qadrdonlar, bitta narsa, lekin sezon kelyapti. Hozir 2,5 million deyishyapti. Qadrdonlar shoshib bosib olib qo'yish kerak. Lekin mana bu may oylariga o'tganda sezonda jinda qimillab qoladi lekin aka. Narxlar o'zgarib qoladi lekin. Qadrdonlar bosib oladigan payti. Hozir bunisi ham 6 talik. Bunisi ham 6 talik. Rangi bir xilmi hozir narigi bilan? Ha, rangi bir xil, ikkalasining ham rangi bir xil. Aha. Endi xo'p 4 talikga kelaylik aka, buni narxini aytdik, 6 talik 2,5 million dedik. Xo'p, mana bunday rang bo'lib qolsa ham, bunday bo'lib qolsa ham pulida farqi yo'q. Yo'q. Rasvetkasida narxi o'zgarmaydi. Xohlagan rangingizda qilib berilaveradi. Faqat sonida o'zgaradi. Faqat nimasi o'zgarsa, sanog'i o'zgarsa, razmeri, sanog'i o'zgarsa, narxi o'zgarishi mumkin. Xo'p, 4 taligi nech pul aka, kampir? 4 taligini 1 million 800 ming so'm qo'yamiz aka. 1 million 800 ming 4 taligi. Hammasi sifatli. O'sha aytgandek, hozir so'radim. Mana qadrdonlar, rasvetkalari deganda mana har xil. Xohlasangiz mokrisidan qilib beradi, shuni mokriy rangda qilib beradi. Bu seriya och-a? Och seriyasi. Lekin mana oynasi, mana oynasi hammasi kalyonli. Kalyonli. Mana qora deydimi endi buni ham yo mokriymi? Qora bu. Qora, mana. Xullas kalom zo'ridan. Mana bu tagiga gullardan qo'yib qo'ysangiz dekorativniy ko'rinib, xuddi akvariumdek bo'lib turadi. Buni ham 6 talik ekan, narxi o'sha 2,5 million. Ha, narxi 2,5 million. Deko fasoni 2,5 million so'm hammasi.
oltitaliklar. Keyin buni har xil fasollari bo'ladi aka, katta, kichik, bunday rosa nimaroq bo'lganlari ham bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bu yoqda ular. Ha, bularni ham ko'rsatamiz demak. Xo'p, xullas kalom mana ular bir xil narsa ekan qisqasi. Men 6 taligingiz ham, to'g'rimi? Hammasi dekofason, Hammasini 8 taliklari. Ha, 8 taligiga kelaylik mana. 8 talik xonin razmeri nechiga necha? Buni xonini razmeri 90 ga 180 bo'ladi. 90 ga 180 bo'ladi. Shunaqa. Oynasi o'sha kalyonni. Oynasi kalyonni. Xo'p, 8 talik bo'lsa necha pul endi bu? 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Agar 10 ta 12 talik ham qilib berilaveradimi? Qilib beraveramiz aka. 12 talik ham qilib beraveradi. Nechta talikgacha qilsa bo'ladi o'zi asli qani? 10 talik, 12 talik bo'ladi. Bo'ladi. Keyin xonlari o'sha kalso xon bo'ladi, ularni ham. Ha, kalsoli, Ha, ularni ham kelishtirib qilib beramiz. Baligi muzqaymoqxonalarga, kafe, restoranga dumaloq shaklda bo'lsin, kalsoli bo'lsin deganlarga ham qilib berilaverar ekan. Akani o'zi aytib qoldi. Tushunarli. Mana bu rasvetkasi 8 talik, to'g'rimi? Shunaqa. 3,5 million dedingmi? Ha, 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Operator bitta keling, ratanni tugatib olamiz, keyin temirlarni ko'rsatamiz. Mana bu yerda mana ko'ryapsizlar. Endi misol uchun bitta so'rab qo'yay ekan, mana shu fasonni donaga necha pul? Xo'p, donaga xo'p. Xo'p, donaga qancha aka bu? 280 ming so'm donaga qilib beramiz. 280 mingdan qilib beraverasizlar, cheklanmagan miqdorda so'raganlarga. Endi mana Izabela yana nima nomi? Chanel. Chanel. Xo'p, bular o'zi nima deyiladi? Chanel deyiladimi, Izabela? Manasi Izabella bunisi. Mana ulari Chanel. Xo'p. Izabelamiz nech pul endi bu komplet? Mana o'rindiqlarda nimasi bo'lar ekanda buni? Yostiqlari, bolishlari ham bo'ladi. Ha, bolishlari ham bo'ladi. Ha. Bozi nechtalik mana shu? Xo'p, bu 10 taligi bu. 10 taligi. Xoni nechiga nechi buni? Xoni 90 ga 280. 90 ga 280. 10 talik. Narxi nechi pul? Xo'p, bunisini Xo'p, bunimiz endi 10 taligi nechi pul aka? 10 taligini narxi bu Izabella fasoninikini 9 million so'm. Aha. Chanel'imizchi? Chanel'imizni 9,5 million so'm qilib beramiz. Chanel 9,5 million so'm. Aha. Juda ham zo'r. Endi qisqasi buni 8 taligini so'raganlarga 8 taligini ham qilib berishaveradi. Narxlar kelishilgan holda bo'ladi. Endi temir stul ustunlarimiz aytamiz. Qadrdonlar, bu akalarimiz birinchi marta obzorga chiqyapti. Aybga buyurmaysizlar. Videoni ko'rayotganda hayajon bor, kadrga birinchi chiqishi. Shuni aybga buyurmaysizlar. Bunimiz endi kuchish zallarga shunaqangi qo'yiladigan stullarimiz. Nech pul aka bular? 650 ming so'm. Hozir shu turishi, ha? Shu turishi. Mana shu turishi 650 ming so'm. Aha. Juda ham zo'r. Buni ham optim narxlarda arzon qilib beradi. Mana bu oladiganlarga sal kelishtirib beriladi. Lekin qadrdonlar, mana bu zo'r bo'ldi. Hech qaysi ishlab chiqaryapti turgan, mana shuni ishlab chiqaryapti turgan akalar bir komplektni O'zbekiston bo'ylab dastavka tekin deyishgani yo'q, ichida degani yo'q. Lekin shundan foydalanmaydi. O'zbekiston bo'yicha dastavka tekin ekan. Aka, lekin bu kadrga chiqqandan keyin javob berish kerak-da bunga. Javob beramiz aka. O'zbekiston bo'ylab tekin. O'zbekiston bo'yicha bo'ldi. Endi mana bu yerda xo'p, temir stullar. Mana yig'ishtiriladigan, to'y marosimiga yig'ishtiriladigan, arendaga bergan ham shundaylari bor ekan. Qisqasi mana bundan boshlasak. Lola fasonmi bu? Ha, Lola fasoni. Aha. Bu nechiga nechi bo'ladi xoni? Xoni 90 ga 136 bo'ladi. 136. Mana materiallarga suv teksa ishib ketmaydimi? Yaxshimi sifati? Ha. O'sha DSP zavodskoy kromka bosilgan. Aha. Baquvvat. Aha. Narxi nechi pul aka buni? Narxi 6 taligi 750 ming so'm. 6 taligi 750 ming so'm. Mana shunisi trendidan tushmaydigani bo'ladi. Qadrdonlar, ko'ryapsizlar. Krislo fason juda ham zo'r. Anchadan beri nimasidan tushmaydi. O'sha muzqaymoq, kafe, restoran, oshxonalarga zo'r bo'ladi. Oshxonachi akalar, lakonkasi bor akalar ko'rib turgan bo'lsa arzon narxda qilib beradi. Bu aytilgan narx faqat donaga gapirilyapti, lekin optimga tirikchilikka olib borib sotaman deganlarga arzon qilib beriladi inshaalloh. Kraskalari mana shular, mana o'chmaydi, ko'chmaydigan parashkoy kraska bo'ladi. Buni stenkalari qalin, yaxshisidan bo'ladi. Uncha-munchasiga haligi igilib, bukilib ketmaydigan bo'ladi. Narxi necha pul aka? Bir xil narxi kelasi ham 7,5 million so'm qilib beramiz. 750 ming so'mdan qilib beriladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Fasonlarni qaranglar qadrdonlar. Fasonlarga e'tibor berasizlar. Bu materiallar ham mo'yishchi bo'ladi, sifatli bo'ladi. Mana bu kashshaylarni ham ko'rasizlar. Juda ham baquvvat qilib berilgan, aylana kashshay qilib. Xo'p, bu turbasining stenkasi necha aka? 08 aka. 08 stenada. Xo'p, narxi nech pul endi buni? 6 talik aka.
Buni 6 taligi 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Xohlasa boshqacha Ha, fason ham qilib berasiz. Taxlanadigan xon taxtasi 1 million 200 ming so'm. Mana Ha. holatdagisi 1 million so'm. Ha, mana bu holatda 1 million so'm. Taxlanadigan ana boshida ko'rsatganimiz. Taxlanadigan Ha, o'shandan bo'lsa, Taxlanadigan bo'lsa, 1 million 200 ming so'm. shunaqa. Tushunarli. Xo'p. Endi qadrdoni bularni dastlabkasi qanaqa bo'ladi? Bular misol uchun arzonroq-ku. Ha. Shunga necha komplet olsa, Bularni 8 komplet olganga vodiy bo'yicha bepul dastavka qilib beramiz. xo'p, O'zbekiston bo'ylab kelishilaveradi. Qolganini O'zbekiston bo'yicha kelishilgan Ha. holatda qilib beramiz buni ham. olyap turgan ob'emiga qarab, ha? Shunaqa. Inshaalloh. Zo'r. Qisqasi, qadrdonlar yebga beringizlar. Ukamiz ozgina hayajonlangan. Bunimizchi Bunisini 780 ming so'm. 780 ming so'm, 6 talik. Aka, Ha. bular hozir hammasini ko'rsatyapmiz, materiallar o'sha artiydigani, Ha, mo'yishi. materiallari Mana mo'yishi. mo'yishi Ha. ancha xizmat qilib beradi. Shunaqa. Aha. Keyin ko'pchilik samarasi qatiradi, bizniki boltka Boltka bilan ekan. qatiriladi hammasi. O, yechib bir nima bo'lganda yana bir yangilasa bo'ladigan holat. Ko'pincha holatlarda o'tirganda shu sidinalar ko'chib ketadi, samarangiz bo'lsa, Aha. o'shani hisobiga biz boltka ekaga o'tganmiz. Mashalloh. Sifatli bo'lsa ancha xizmat qilsin. Sifatli. Olgan baho odam chiqadi. og'rinmasin. Aka, buni nechtalikgacha qilib berasiz? Misol uchun hozir hammasi 6 talik ko'rganlarimiz. 6 talik, 4 talikdan Aha. 10 talik, talikgacha 12 talik ham qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Zakazga qarab. Qisqasi akalar, ishlab chiqaruvchi sex mana shu uyini shuni orqasida. Endi sexni ko'rsatish shart emasdir aka. Ha, Qadrdonlar, mana shu joydan inshaalloh obzorni qildik qo'ldan kelgancha. Endi bitta qolib ketyapti, ana narigi joyda partalarimiz, ha? partalarimiz bor. Maktablar uchun, xususiy maktablar uchun partalar. Buni ham narxini ortib beramiz, xudo xohlasa. Xo'p. Yakkaligi nech pul, ikki kishiligi nech pul? Xudo xohlasa. Juda ham zo'r, qulay. Mana bunisi juda ham qulay ekan, ha? Aha, o. O'sha o'quv kurslari. Nech pul aka bu? 180 ming so'm. 180 ming so'm. Aha. Bunisi Xo'sh, bunisi 350 ming so'm. 350 ming so'm. Xo'p. Mana bunisichi? Bunisini 320 ming so'm qilib beramiz. 320 ming so'm. Endi optim ko'p oladiganlarga обязательно bu aytilgan narxlardan kam bor, to'g'rimi? Shunaqa. Misol uchun xonadoniga, farzandiga olib beraman deganlarga endi donaga bo'lsa shu narxda bo'lishi mumkin. Lekin ko'p miqdorda olganga arzon qilib beriladi. Ustoz, men deydi. Bo'ldi mana. Narxi? Buni narxi 500 ming so'm buniki. 500 ming so'm ikkitaliga. Qadrdonlar, Alloh qodir qilgancha ma'lumotni berdik. Ozgina xato kamchilik uchun uzr so'raymiz. Beayb Parvardigor hammani kamchiligi, ozgina xatosi bo'ladi. Shu xatolarimizni kechirib qo'yasizlar. Narxlarni hammasini yoritib berdim qo'ldan kelganicha. So'raydiganini so'radik. Dastavkalar mana shu ratallarimiz O'zbekiston bo'ylab ekan, bir komplet ekan. Temir stullarimizni 8 komplet olganga vodiy bo'ylab ekan, O'zbekiston bo'ylab kelishlardi ob'yomimizga qarab. Inshaalloh mashakalarimizni, bizning mehnatimizni qadrlab, bitta mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak. Kabatulloh mushlasin.